Korrupsiya u qonunchilik yetarli darajada mukammal ishlab chiqilmagan, tartib taomillari shaffof bo'lmagan joyda ildiz otadi. Resurslarning yetishmasligi yoki ba'zi nopok amaldorlarning noqonuniy xatti-harakatlari ham korrupsiya holatlarini keltirib chiqaradi. Masalan, davlat ko'prik qurishga kirishadi. Buning uchun ochiq tender e'lon qilinadi. Biroq nopok mansabdor shaxs ushbu jarayonlardan qing'ir yo'l bilan pul ishlab olishni reja qilib, yetkazib beruvchilarning biri bilan oldindan til biriktiradi. O'z maqsadini ko'zlab, tender hujjatlariga maxsus shartlar kiritadi. Natijada qo'shtirnoq ishdagi kerakli odamlar tenderda g'olib bo'ladi va yakunda mansabdor shaxs loyihadan o'z ulushini oladi. Vaqt o'tishi bilan muammolar qor uyumidek ko'payadi. Loyiha xarajatlari rejalashtirilgandan ancha kam bo'lganligi sababli ish sifati sezilarli darajada pasayadi. Ko'p o'tmay katta xatoliklar bilan qurilgan sifatsiz ko'prik qulaydi. Bu kabi korrupsion holatlarning oldini olish uchun nimalar qilish lozim? Birinchidan, mustaqil jamoatchilik nazoratini o'rnatish, davlat organlari va alohida davlat xizmatchilarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish. Ikkinchidan, manfaatlar to'qnashuvi, noqonuniy homiylik yoki jinoiy harakatsizlik holatlarini aniqlash va javobgarlikka tortish. Uchinchidan, mansabdor shaxslar, tadbirkorlar va fuqarolarning noqonuniy xatti-harakatlariga imkon beruvchi qonunchilikdagi bo'shliqlarni bartaraf etish lozim. Shuningdek, har bir fuqaro uchun korrupsiyani yo'qotish birinchi darajali ustuvor vazifa bo'lishi zarur. Zero korrupsiya siz va bizning xavfsizligimizga qarshi jinoyatdir. Shunday ekan, keling, unga qarshi kurashishda birlashaylik.